Konstitutsiya bu shunchaki qog'ozga tushgan qonunlar majmuasi emas. Bu har bir insonga berilgan hayotning iliq nafasidir. Bu sizning erkinligingiz, tinchligingiz va huquqingizning kafolatidir. Har kim ta'lim olish huquqiga egadir. Davlat bepul umumiy o'rta ta'lim va maktabgacha professional ta'lim olishni nazoratlaydi. Fuqarolar davlat ta'lim tashkilotlarida tanlov asosida bepul ta'lim olish huquqiga ega. Oliy ta'lim tashkilotlari qonunlariga muvofiq akademik erkinlik, o'zini o'zi boshqarish, tadqiqotlar o'tkazish va o'qitish huquqiga egadir. Har kim qariganda, mehnat qobiliyatini yo'qotganda, ishsizlikda, shuningdek, boquvchisini yo'qotganda va qonunda nazarda tutilgan boshqa hollarda ijtimoiy ta'minot huquqiga ega. Biz ma'rifat ahli ushbu olijanob kitobni o'qib o'rganishga chaqiramiz. Bizning huquqimiz va burchimiz Konstitutsiyani o'qib o'rganishdir.